Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi yana videomiz aslida ikki fraksiya haqida. Revmatizm, polartrit, polartroz, artrit kasalliklariga aslida ikki fraksiya qanday foyda beradi. Keyin o'sha oldingi videoda aytgandim, o'sha onamizni kapelnitsa olayotganlarini 5 kun olib, orada bir 3 kun to'xtash bo'ldi. Endi to'xtash qilish kerak emasdi o'zi, 10 kun olish kerak edi. Bir ikkita sabablarga ko'ra to'xtash bo'ldi. Keyin yana davom ettirdilar. Hozir taxminan 8-kun ketyapti shekilli. Bugun hozir o'sha aniqlik kiritishni yana bir so'rab ko'rdim. Juda ham xursand, yaxshi og'riqlar o'sha 70-80% ga yo'qolganligi, asosan charchamayotganliklari, juda ham energiyaga to'lganliklari, uyqulari yaxshi. Oldin uxlolmasdilar, qisqa uxlasdilar-yu, og'ir bo'lib yurardilar. Lekin o'sha qisqa uxlasam ham juda tetik, bodiriy bo'lib turyapman deyaptilar. Energiyam o'zimga sig'may ketyapti deyaptilar. Yoshlari 60 ga kiradilar hozir. Yaxshi shu natijani aytmoqchiman. Chunki xuddi shunday revmatizmlarga ham shunday kapelnitsa qilsa bo'ladi. Endi agar o'sha bizani manzilimiz uzoqlik qilmasa, o'sha Kattaqo'rg'on shaharga iloji boricha kapelnitsani olishdan oldin aslida o'zidan ichgan yaxshi birinchi. Ichmagan bo'lsa ham qilyapmiz. Endi masalan, men onam icholmaganlar, aslida icholmadilar. Umuman hidiga bo'lmaydilar. Qanchalik harakat qilib ko'rdim, o'g'jib tashlayaptilar. Shuning uchun ukolni qilyapmiz. Yaxshi, ranglari o'zgarib, onamning yuzlarida hech qachon biron marta ko'rmaganman. Mana shu gemoglobinlari doim past yuradi. Hijamazurlik, bir ikkita giyohlar qilamiz. Yuzlarida o'zi qizil mayda kapillarlar paydo bo'lganligini ko'rdim. Gemoglobin ko'tarilgan shekilli dedimda, ko'zlarini ham qaradim, qizarishgan. Endi hozir shu bir 10 tani olib bo'lganlardan keyin bir analiz topshirtirib yuboraman deyapman. Keyingi yana bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Bundan bir 15-20 kun oldin bemor chiqqandi, bitta bemor. Balkim bir oy bo'lib qoldimi. Keyin Telegramda ko'pchilik chiqadi, men hozir eslolmayman-da, qayerga qolib ketdi. O'sha skrinshot ham qilib olmagan ekanman. Bir 2 marta chiqdi u kishi menga. Birinchi chiqqanlarida o'sha juda ko'p ekan kasalliklari, juda ko'p kasallik. Endi sahrlari bor ekan. Oyoqlari chirishni boshlagan. Chirib ketishni boshlagan o'zi. Keyin terisini kesganlar, keyin oxir oyoqni kesmoqchi bo'lganlar. Oyoqni kesmoqchi bo'lganlar. Menga o'sha rentgen qog'ozlarini ko'rsatdi, hattoki o'sha suyakka o'tganligini ham ko'rinib turibdi-da rentgenda. Kesmasak bo'lmaydi. Shunda menga chiqib qolgandilar. Men aytdim, o'sha o'zi aslida ikki fraksiya, o'zi aslida antiseptik-da. Endi boshida aytganki, biz imенно gnoylarga, chirishlarga, yering, yaralarga asosan yaxshi ishlaydi. Shunda o'sha tavsiya qilgandim. U kishi kapelnitsa olmadilar. 1 grammdan adashmasam ichdilarmi, 2 grammi, 1,5 gramm hozir ilolmayapman, lekin o'sha sxema ko'tarib bordilar, ichdilar o'sha kishi. Ular yurolmayotgan darajaga kelib qolgan kishi. Yurolmasdim degandilar. Balkim agar shu videoni ko'rib mixib qolsalar, menga bir chiqsa edilar, o'sha bir ma'lumot to'liq olib chiqararman balkim videodan. U kishiniki o'sha videolarimni ko'rib borayotganligini aytgandilar. Qisqasi o'sha bir tushkunlik holatida edilar. Keyin o'sha aslida fraksiyani ichganlarida o'sha chirish, yiringlash, ichidan suv chiqishi to'xtaganligini aytdilar. Va ancha yaxshilanganligini 10 kun ichibmi, shundan keyin menga natijasini aytdilar. Men buni aytayotganim, o'sha bir kishi yana chiqdi-da menga bugun. O'sha sahri yo'q ekan, lekin oyoqda qon aylanishi yaxshi emasligi sabab oyoqda o'sha chirish boshlanganda. Shunga foydasi bormi? Endi o'zi bu narsalar aytilgan, o'sha birinchi, ikkinchi videolarda aytilyapti. Aynan yarani chirishi, ringlash degandan keyin qayerda bo'lsin, qo'lga bo'lam, peshanaga bo'lam, oyoqqa bo'lam, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar u ta'sir qiladi bu. Xudo xolasa, yaxshi effekt ko'rsatgan, yaxshi natijalar bergan aslida. Aynan o'zi shu narsa uchun zo'r ishlaydi.
Shuning uchun aytmoqchiman, mana shunaqa o'xshagan holatlarga juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Ichish ham kerak, kompress ham qilish kerak. Kompressning usulini tushuntirganman. Agar nima bo'lsa, o'sha har safar hozir mana har bitta videoning tagida silkasi ketyapti, o'sha sxemani silkasi. Agar e'tibor qaratgan bo'lsanglar, bo'lmasa o'sha Telegramdan chiqsanglar tashlab yuboraman. Bugungi videomiz shu haqda edi. Salomat bo'linglar.